Hammaga salom do'stlar. Kechagi storiesimdan keyin meni direktim portlab ketdi. Nega? Chunki yuzingizga nima surdingiz, sochingizga nima surdingiz deb shunaqa savollar juda ham ko'p keldi. Bu Ole brendining enzimная pudrasi. O'rtoqlar, bu yuzni oqartiradi, chorni tochkalarni ketkizadi, o'lik hujayralardan tozalaydi, yuzni namlantiradi. Men shu kukunni ishlatib barchasiga amin bo'ldim. Haqiqatan ham yuzni oqartiradi. Menda eng katta muammo bu chorni tochkalar edi. Va bundan men xalos bo'ldim. Yuzimdagi o'lik hujayralar ketdi. Ana undan keyin meni yuzimga makiyaj shunaqa zo'r yotadigan bo'ldi. Qaranglar. Mana shu yoqlarimda tanovkali yig'ilib qolardi. Hozir bu muammo yo'q. Agarda men yuzimni tozalab yuvmoqchi bo'lsam, mana shu kukundan foydalanaman. Undan keyin meni yuzim oqaradi, namlanadi, o'lik hujayralar yo'q bo'ladi. Xuddi yuzim nafas olayotgandek bo'ladi. Ishoninglar. Kimga kerak bo'lsa bemalol skrinshot qilib olinglar, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Sizlarni